Polvon ko'rsin. Bu yilga bitta necha 3 yutug'i bor. Inshaalloh oyda oxiriga. Chempionatga kelib bo'y joyda. Menimcha bo'y summadan urishadi. Shunaqa qilib boqilgan xullas. Kanalga anchadan bir video qo'ymadim, zerikib qolganlar borda. Ko'rib turasizlar. 1-2 ta qo'yib beraman hozir. Qorong'ida o'zi hayron bo'lyapti xo'rozam qayda turganiga. Qanot dumlari ham radnoy. 4 turishgan bo'lsa, birorta sinmagan. Yuruvlari ham hammasi joyida. Xudo xolasa. Yaqin borsam kanalni blo'laydi deb turib, xo'roz yoniga bormasdan uzoqroqdan syomka qilyapman. Cho'tki chiqsin deb. Buni qamab nargisini olingchi. Pastga qaratib turaman. Bitta yana bitta bor. Xudo xolasa. Og'zini kutib turibmiz. Bu dush chempion. Modush chempion Xudo xolasa. Urishtirsam shov-shuv leyta bo'lsa kerak, lekin ranglari kimgadir yoqmaydi, hasha kerak. Yaqinlashib olmasin menga sal. Qolib turasiz. 5 kilo tarozida. Yaxshi ko'rgan xo'rozim mana. Og'zida bir 10 kunligi bordi. Kelsa tayyor bu ya. Jonivor. Tanalari vobshe urushaman deb qizib turibdi. Kelasi oyda oxiriga Xudo xolasa. Libboy sommadan libboy joyda urishadi. Inshaalloh urishtiramiz. Ancha mehnat qilingan bularga. Xudo xolasa urishsa ko'rasizlar. Bularga tankni ko'rsataylik, tankda bir. Mehr bilan ko'tarib yurgan xo'rozim bor hozir. Rosa yoshiga keldi, mayda. Adashmasam 12-sidami keyin shunaqada chiqqan bitta jo'jam bor. Endi topini boshlaymiz-da. Rosa tashqarida yurib kirdi, kataka qamaldi. 3-4 kun bo'ldi qamalganiga. Buni qo'yib shona olayinda tankni. Bitta ko'rsinchi bular. Xullas bitta jo'ja bor. Shuni toblab silagan hech mana tayyorlardan bo'shab vaqt qolmayapti. Soatlab silash kerak, katta jo'jani bilasizlar. Jo'jalarimning ichida chiqib qolgan bitta katta bor. Yoshiga kelib, polvon endi xo'roz bo'ldi, Xudo xolasa. Hozir ko'rsataman uni ham. Polga ham tapillab tushirladi o'zi. Mana polvon. Katayda don yeydiganini kallasi tegib qolib, patni ham shilib olib tashlab orqa tomonidan o'zgina. Hayotida 2 marta 5 minutdan spara bo'lgan. Syomkasi yo'q. Haqiqiy xo'rozni erkagi desa ham bo'laveradi. Kimlardir kichkina xo'roz ekani mana deyishi mumkin. Rosa yoshiga keldi. Bular shu pamoyim 20 kun 1 oylik mehnati bor. Undan keyin olib chiqib yengilcha tekta urishtirib O'rta Osiyoda libboy joyda urishaversa kerak. Tojik, qirg'izlar tanish yigitlar bor. Beramiz tayyor qilib o'shalarga mash polvon. Sizlar uchun bitta taroziga qo'yib beraylik-da shuni. Taroziga qo'yingda, men tarozini o'zini olib turaman. Yo'q, birinchi taroz. Xo'roz ko'rinmasin yana. Zo'r kanal bloklandi. Keyin olmasin. Uzoqroqdan olsam bo'laveradi. Keyin xo'roz ko'rsatmay anaqasini tarozini ko'rsataman. Shuni qo'ying o'rnasin taroziga. Mana kelasiz.
Mana kilogrammi ukalar. 6 kilo 495, 6,5 kiloda hozir. Qasqa xo'rozni o'zini olib qo'yib yuboraymi? Pastda olib turaman. Mana o'zi. Tarozdan sekin tushirib yuboring, tapir-tupir qilib. Shu endi tanishlarni to'playotgan kanalim bloklanmasin. Chotlari ham kengligi bir qar. Buni xo'rozlar yig'digani ham juda kam. 10 tadan 3 tasi irg'iydi, qolganlari bu haqiqiy 6,5 kilolik bo'lgan bilan 4 kilolik deb tez xudo xolasa. Yoshligi uchun urushtirmasdan saqlanadi. Bunaqasi 5-4 yilda bitta yarimta xo'rozlarning ichidan chiqib bo'lmasa chiqmaydi. Kattasini ko'ryapsizlar, qiyin bo'lyapti topish. Mana polvon pixlari ham radnoy o'zinikidek, Makkadek. Bittasi para qildim, uchlari sal ochilib qoldi qani. Shuning uchun ortiqcha urushtirgim kelmadi, pixlari sinib ketmasin deb yoshiga keltirib oldim buni. Inshaalloh endi toplab xudo xolasa urushtiraman. Hali ham o'sha nomerdan, Telegram'i yo'q. 94li 218 46 64. Telegram'im 97li 570 69 69 da. Boshqachani hammaga ham emas, haqiqiy shuni topini tushunaman, bilaman, kattani ishqivoziman desa bitta yarimtasi beramiz. Tekda ukalarimiz ishqivoz bo'lib rosa kelib narx qilishdi, ular bunga yarasha narx qilsa olmadi, xo'rozga yarasha, to'g'risi. Shuning uchun bermadim. O'zi toplab buni zo'r pulga sotish niyati bor, endi kunlar isib ketyapti. 4-5 ta xo'roz bor. Shunga bir 40 minutlik tarroqqa kerak. O'zim ham charchab qolyapman, to'g'risi. Vaqt ajratib bo'lmayapti mana shu xo'rozga. Mehr bilan boqqan xo'rozim. Xudo xolasa egasini topmasa bir 20 kunlarda yana boshqatdan syomka qilib qo'yaman. Topga kelgan holatini, satlangandan keyin qanaqada holatga kelganini, sonlarini, bo'yinlarini, patini olib erkak qilib qo'yaman, yana bir tomosha qilasizlar. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.